Bugun siz bilan yana ikkita savolga to'g'ri javob berishni va yillardan to'g'ri foydalanishni o'rganamiz. Va bizning bugungi mavzuyimizning savollari bu в каком va в какой. Nechanchida, qaysida, qanaqada degan ma'noni beradigan savollar. Bu savollar ham предложено падеж bilan birgalikda ishlatiladi. Biz Prep.uz jamoasi bilan sizga foydali bo'ladigan darslarni suratga olishni boshlaganmiz. Ularni o'tkazib yubormaslik uchun bizlarga obuna bo'lishni unutmang. Darsimizni boshlaymiz. Hozir savollar yordamida bir nechta misollarni ko'rib chiqamiz va savollarning ma'nosini to'g'ri tushunishga harakat qilamiz. В каком доме ты живешь? Qaysi uyda yashaysan? В каком доме ты живешь? Qaysi uyda yashaysan? Va bu so'roqqa javob berganimizda biz albatta sifatdan foydalanishimiz kerak yoki bo'lmasam olmoshdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Siz aytishingiz mumkin, men katta uyda yashayman, men bu uyda yashayman, men uning uyida yashayman deb javob berishingiz mumkin. Faqat hozir bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Bu yerda bu mavzuda o'zbek tili va rus tili orasida juda ham katta farq bor. Misol uchun siz men katta uyda yashayman deganingizda shunchaki katta sifatidan foydalanasiz va sifatga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Rus tilida esa sifatga ham bu yerda qo'shimcha qo'shiladi. Ya'ni ot o'zini padejini o'zgartirganda u bilan birga kelayotgan sifat ham o'z padejini o'zgartiradi va o'ziga boshqa qo'shimchani oladi. Shuning uchun bu yerda savol ham o'zgargan. Biz aytishimiz mumkin какой дом? Какой дом bu qanaqa uy, qaysi uy degani. В каком доме? Qaysi uyda, qanaqa uyda da degan ma'noga ega. Qolgan savollarni ham ko'rib chiqamiz. В каком университете ты учишься? Qaysi universitetda o'qiysan? Qaysi universitetda o'qiysan? О каком упражнении он спрашивал? Ma'noga e'tibor bering. Qanaqa mashq haqida u so'radi? О каком упражнении он спрашивал? Esingizda bo'lsa, o predlogi ham предложено падежning predlogi. Va bu yerda biz bu predlogdan foydalandik. В каком qaysida, qanaqada, о каком qanaqa, qaysi haqida degan ma'noga ega. В какой квартире ты живешь? В какой квартире ты живешь? Qaysi, qanaqa kvartirada yashaysan? На какой улице они встретились? Ular qaysi ko'chada uchrashishdi? Ular qaysi ko'chada uchrashdi? E'tibor qilamiz. Endi nimaga в каком ham bor, в какой ham bor. Bu yerda biz rodiga qarashimiz kerak bo'ladi. Dom so'zi muskoy rodda va biz v каком deb savol berdik. Demak, muskoy roddagi narsa haqida so'rayotganimizda v каком deb savol berar ekanmiz. На какой улице? Улица so'zi женский rodda. Женский roddagi narsa haqida savol berayotganimizda a какой deb savol berishimiz kerak bo'lar ekan. O, v yoki na predlogini ishlatishimiz bu savolning ma'nosiga qarab. Misol uchun qaysi uyda uyda da degan ma'noni beryapmiz va uyning ichida. Shuning uchun v predlogidan foydalandik. O каком доме deb so'rasak, qaysi uy haqida deb so'rayotgan bo'lamiz. Bu yerda haqida degan ma'no bor. Shuning uchun o predlogidan foydalandik. Так, значит, в каком bu мужской roddagi va средний roddagi otlarga nisbatan ishlatilar ekan. В какой женский roddagi otlarga nisbatan ishlatilar ekan. Agar siz мужской roddagi narsa haqida so'rayotgan bo'lsangiz, каком, средний roddagi narsa haqida so'rayotgan bo'lsangiz ham каком, женский roddagi narsa haqida so'rayotgan bo'lsangiz какой so'rog'idan foydalanasiz. Va savolning ma'nosiga qarab, da yoki haqidaligiga qarab v, na yoki o predloglardan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Agar bu mavzularni siz hali darslikni tomosha qilmagan bo'lsangiz, bu mavzular ham kanalimizda bor. Albatta ularni ham tomosha qiling. Shunda sizga tushunarliroq bo'ladi va siz butun kartinani tasavvur qilishingiz mumkin. Nimaga v, nimaga na, bular haqida ham biz alohida dars qilganmiz. Albatta tomosha qiling. Endi esa bu savollarga javob berishni o'rganamiz. Qaysi, qanaqa so'roqlarga javob berish uchun esa biz sifatlardan foydalanamiz. Hozir esa предложенный падежda sifatlarga qanday qo'shimcha qo'shiladi, shu haqida gapiramiz. Bu mavzu o'zbek tilida yo'q. Ya'ni o'zbek tilida bunaqa qo'shimchalar qo'shilmaydi. Shuning uchun sal chalkashroq bo'lishi mumkin. Bugun siz bilan nimani o'rganyapmiz? Da degan ma'noni sifatga qo'shishni o'rganyapmiz. Ya'ni katta uyda, katta uy haqida degan ma'noni berdik va bu ma'nolarni biz предложенный падеж yordamida beramiz. Katta uyda, katta uy haqida deganingizda o'zbek tilida sifat o'zgarmaydi. Rus tilida esa sifatga ham biz qo'shimcha qo'shishimiz kerak bo'ladi. Shu qo'shimchalarni hozir siz bilan ko'rib chiqamiz.
Agar bizni otimiz muskoy yoki sredniy rodda bo'lsa, om yoki yem qo'shimchalarini qo'shamiz. Agar sifat женский rodda bo'lsa, oy yoki ye qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Hozir har bittasini alohida ko'rib chiqamiz. Demak, otga to'g'ri qo'shimcha qo'shish uchun biz otni rodini bilishimiz kerak ekan. Hammasi rodga bog'liq bo'ladi. Endi e'tibor beramiz. Misol uchun именительный падеж bu bosh kelishiga. Shunchaki yangi uy, новый дом, shunchaki qiziqarli kitob, интересная книга, интересное упражнение, qiziqarli mashq va bu gaplarimizni hammasi новый дом, интересная книга, интересное упражнение barchasi именительный падежda bosh kelishgida. Hech qanaqa ma'noga ega emas hozirda. Da, ga, ni degan ma'no berayotganimiz yo'q. Lekin bu gaplarimizni hozir biz предложный падежga o'zgartiramiz. Предложный падеж bizga qaysi ma'nolarni beradi? Da va haqida degan ma'noni beradi. Hozir ko'rib chiqamiz. Новый дом bu yangi uy, yangi uyda deyish uchun bizga предложный падеж kerak bo'ladi. В новом доме bo'ladi. Интересная книга, qiziqarli kitob. В интересной книге qiziqarli kitob da degan ma'noni berdik. Интересное упражнение, qiziqarli mashq. В интересном упражнении qiziqarli mashqda. Demak, предложный падеж yordamida biz yangi ma'noni beryapmiz. E'tibor qilamiz, domga ye harfini qo'shdik, knigaga ye harfini qo'shdik, упражнениеda ikkita i ga o'zgardi. So'zni boshida hammasida v turibdi, chunki da degan ma'noni beryapmiz. Endi e'tiborimizni sifatlarga qaratamiz. Nimaga в новом доме? Om qo'shildi, chunki dom so'zi muskoy rodda. В интересной книге oy qo'shildi sifatga, chunki kniga so'zi женский rodda. В интересном упражнении om qo'shildi, chunki упражнение so'zi средний rodda. Muskoy sredniy rodga om yem qo'shamiz, женский rodga oy ye qo'shamiz. Esingizda tursin, yana chuqurroq o'rganamiz hozir. Endi esa sifatlar qanday o'zgaradi, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, именительный падеж bosh kelishidagi gaplarimizni предложный падежga o'zgartiramiz, muskoy и средний rodni ko'rib chiqamiz. E'tiboringizni sifatlarga qaratamiz. Новый, старый nima qo'shdik? Sifatni oxiriga om qo'shdik. Хороший, сегодняшний esa sifatni oxiriga yem qo'shdik. Agar sifatimizni oxiri shi bilan yoki shni bilan tugallanadigan bo'lsa, yem qo'shamiz. Qolgan barchasiga om qo'shamiz va gapimizni ma'nosiga qarab v, na yoki o predloglardan foydalanishimiz mumkin. Da bo'lsa yoki v yoki na, haqida bo'lsa o predlogidan foydalanamiz. Endi esa misollarni ko'rib chiqamiz. Моя семья живет в новом доме. Mani oilam yangi uyda yashaydi. Моя семья живет в новом доме. Его друг учится в иностранном университете. Uni do'sti chet el universitetida o'qiydi. Его друг учится в иностранном университете. Om qo'shildi. Дети играют в детском саду. Bolalar bog'chasida o'ynashyapti. В детском саду. Sad so'zi muskoy rodda, om qo'shimchasini qo'shdik. Endi esa женский roddagi so'zlar, sifatlar qanday o'zgaradi ko'rib chiqamiz. Женский rodda biz oy yoki ye qo'shimchasini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Tak, e'tibor qilamiz, sifatni oxiri shi va shni bo'lganida ye qo'shimchasini qo'shdik. Qolgan vaziyatlarda esa oy. Значит, новый, новый, старый, старый, хороший, хороший, сегодняшний, сегодняшний. Muskoy va sredniy rodda om yem qo'shimchasi, женский rodda esa oy ye qo'shimchasi. Женский roddagi sifatlar yordamida tuzilgan gaplarni ko'rib chiqamiz. Я живу в новой квартире. Men yangi kvartirada yashayman. Слово квартира женского рода, kvartira so'zi женский rodda, shuning uchun oy qo'shimchasidan foydalandik. Моя подруга учится в старой школе. Моя подруга учится в старой школе. Mani dugonam eski maktabda o'qiydi. В старой школе. Школа so'zi женский rodda, oy qo'shimchasini qo'shdik. Мы читали об интересной работе. Мы читали об интересной работе. Bu yerda predlogga ham e'tiboringizni qarating. Sifat i harfidan boshlanganligi uchun sifat i harfidan boshlanganligi uchun o predlogidan foydalandik. Biz qiziqarli ish haqida o'qidik. Они говорили о старшей сестре. Ular to'ng'ich opa haqida gaplashishdi. Слово сестра женского рода va sifatga biz ye qo'shimchasini qo'shdik.
В каком va в какой so'rovlarga javob berayotganda biz olmoshlardan ham foydalanishimiz mumkin. Misol uchun, qaysi uyda? Ana bu uyda deyishimiz mumkin, mening uyimda deyishimiz mumkin, uning uyida deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam a какой девушке deganida qaysi qiz haqida, a его sestre, uning opasi haqida deb javob berishimiz mumkin. Ya'ni biz bu yerda egalik olmoshlariga ham hozir qo'shimchalar qo'shiladi, egalik olmoshlari ham o'zgaradi. Shuni ko'rib chiqamiz. Misol uchun, egalik olmoshlari muskoy rodda qanday bo'ladi? E'tibor qilamiz. Moy bu meniki bo'lsa, meniki haqida amayom. Va biz bu yerda predlogini o'zgartirib v moyom desak, menikida degan ma'noga ega bo'ladi. Albatta, gapi ma'nosiga odga qarab na predlogidan ham foydalanishimiz mumkin. Keling, olmoshlarning barchasi bilan tanishamiz. Tvoy bu seniki, a tvayom seniki haqida. Его uniki, a его uniki haqida или в его unikida, в его доме, uni uyida. Так, ее uniki, a ее uniki haqida. Наш bizniki, в нашем biznikida. Ваш sizniki, a вашем sizniki haqida. Их ularniki, в их ularnikida. Yana bir marta olmoshlarni o'qiyman. Bu yerda misolda o predlogi bilan berilgan. A моем, a твоем, a его, a ее, a нашем, a вашем, об их. I harfi bilan boshlanganligi uchun o predlogidan foydalandik va bu olmoshlarning barchasiga haqida degan ma'noni berdik. Agar siz da degan ma'noni bermoqchi bo'lsangiz v yoki na predlogidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va bu мужской род edi. Теперь посмотрим женский род. Женский rodda ham biz xuddi shunaqa ma'nolarni beramiz, faqat olmoshimizning oxiri boshqacha bo'ladi. V моей menikida, v твоей senikida va bu yerda ot женский rodda bo'lishi kerak. Otga qarab biz olmoshlardan foydalanamiz. V его unikida, v ее unikida, qiz bolanikida, v нашей biznikida, v вашей siznikida, v их ularnikida. Va bu olmoshlar hozir предложный падежda va biz qaysi biridan foydalanishimiz otga bog'liq bo'ladi. Женский rodda bo'lsa, demak olmoshimiz ham женский rodda bo'lishi kerak. Ot мужской rodda bo'lsa, olmoshimiz ham мужской rodda bo'lishi kerak. Endi e'tiboringizni qarating, eng osoni bu средний rod, chunki средний rod мужской rod bilan bir xil. Misolda bu yerda faqat na predlogi berilgan. Nimanidir ustida yoki ochiq joyda bo'lsa, biz na predlogidan foydalanardik. Agar bu darslikni ko'rmagan bo'lsangiz, v va na predloglari haqida ham alohida darsimiz bor. Albatta, uni ham tomosha qilish esidan chiqmasin. Endi esa средний rodni ko'ramiz. На моем, на твоем, на его, на ее, на нашем, на вашем, на их. Средний rod va мужской rod bir xil. Eslab qolishingiz oson bo'lishi uchun. Faqat женский rodda sal boshqacha, unga alohida e'tibor berishingiz kerak. Endi esa bu olmoshlar ishtirokida tuzilgan gaplarni ko'rib chiqamiz. Они спрашивали о твоем здоровье. Ular sani sog'lig'ing haqida so'rashdi. A твоем здоровье. Здоровье so'zi средний rodda, поэтому твоем da shuning uchun olmoshimiz ham средний rodda. Haqida bo'lganligi uchun o predlogidan foydalandik. Мы были в вашем городе. Biz sizning shahringizda bo'ldik. Слово город мужского рода, olmoshimiz ham мужской rodda. Город so'zi bilan v predlogidan foydalanamiz, shuning uchun v predlogi bu yerda ishtirok etgan. Мы были в вашем городе. Они говорили о нашей семье. Ular bizning oilamiz haqida gaplashishdi. Haqida bo'lganligi uchun o predlogi, семья so'zi женский rodda bo'lgani uchun olmoshimiz ham женский rodda. Они говорили о нашей сестре. Bu mavzuni yaxshi o'zlashtirish uchun albatta sizda tug'ilgan savollarni kommentariyada yozishingiz va javob olishingiz hamda har bitta olmosh bilan sifatlar bilan gaplar tuzishga va menda berilgan misollarni barchasini o'qishga harakat qilishingiz kerak. Agar siz rus tilini malakali o'qituvchilar bilan va bundanda chuqurroq o'rgatilgan videolarni tomosha qilib o'rganishni xohlasangiz, Prep.uz'da maxsus onlayn kurs bor. Siz ham kursimizni o'quvchisiga aylanishingiz mumkin. Video darsliklarda ham darslarni barchasini men o'zim tushuntirganman va rus tilini oson o'rganish imkoniyati sizda paydo bo'ladi. Darsga ro'yxatdan o'tish uchun esa video ostida havola qoldirdik. Havola orqali ro'yxatdan o'ting va biz bilan birga rus tilini o'rganing.